Siz qamalgan ekansiz. Nima sababdan qamalgan? Bizga qattiq bosim qilishibdi. Ikkita ayoli videosi ham bor. Mana ash xonadonga kirib qo'yishibdi. O'zingiz qurganmisiz? Ha, o'zim qurganman. Bular egallab olishdi. Egallab olishibdi. Ayollarni olib kelib. Ayollarni olib kelib. Kechqurunlari soat 2-3larda mana videolari bor. Anadan tomga chiqadi. Tomga chiqib, anaqa yugurlaydi. Soat 2 kechqurun. Mana video nechida o'limgani ham borda, aqrab yugurlaydi, baqirib, "Amma voyda ol" deb baqa chiqarlar. Nima bo'libdi deb chiqarlar. Bu qo'shni biz tinch yashash yo'qda. Qachon qarasa bu yerda odam to'plangan. Buni bir yechimini tezroq topilsa, sal mahalla ham tinchroq yashaydi. O'rmon zo'r bo'lgan. Biz kelin bo'lganimizda achalar rostalik naqa qilishardi. Xarob holatda, kiyimlari iflos holatda yurardi. Bular kelib oq yuvib, oqtaban ayollari, tinchoqlari sog' bo'lsin. Viloyat sudini ko'rdim, munosabatini. Mana bu videoda chiqqan bola umuman da'vogar emas ekan. Nimaga unaqa video chiqqan? Hozirda sud ketayotgan, ya'ni sud qarori chiqmagan, boshqa bo'lmagan, lekin biz sud ishiga, prokuratura ishiga umuman aralashmoqchi emasmiz. Ommaviy axborot vositalarida qonunda ham yozib qo'ygan bu bo'yicha.